Xatolar kundaligi ikkinchi xato. Men har doim problemadan qochib yurganman. Boshqa davlatga ko'chib ketdim. Boshqa davlatda 7 marta, даже undan ham ko'p uy-joylarni almashtirdim. Lekin men bilmaganman, problemani o'zini pasporti bor ekan va har safar boshqa joyga borganimda, uni ham samolyot orqali o'zi yetib kelar ekan. Hozir sizlarga bu narsani tushuntirib beraman. Amerikaga viza olganimdan keyin o'zimni rivojlantirish, kitob o'qish yoki o'zimga konsentratsiya qilishni butunlay to'xtatib qo'yganman. Sababi bo'ldi. Men Amerikaga ketaman, o'qishimda boshlayman, hayotimni butunlay o'zgartirishni boshlayman deb aytganman. Xo'p, Mizuriga bordim, keldim, o'qishni boshladim. Bir hafta, 2 hafta yaxshi bo'ldi. Lekin sekin-sekin yana sekinlashni boshladim. Keyin o'zimga aytdim, to'xtadidan bo'ldi. Ya'ni yangi joyga ko'chish kerak deb aytdim. Yangi joyda srazu Mizurida o'sha o'qiyotgan paytim, kanikul paytida San Fransiskoga bordim. San Fransiskoda yashadim. Keyin o'tdi ham bir hafta zo'r harakat qildim, keyin bir haftadan keyin bu narsa yana o'tib ketdi. Keyin yana Mizuriga ko'chdim. Mizuridan keyin shunaqa bo'ldi. Los-Anjelesga ko'chdim. Los-Anjeles o'zida ham 3 ta uy almashtirdim. Tushunib yetdimki, to'shda har safar men muammodan qochib ketayotgan ekanman. Ya'ni to'g'ri, bu vaqt ichida o'zimga ko'proq vaqt ajratdim, ko'p narsalar o'rgandim, ko'p ishlar ham qildim, juda ham ko'p joylarni ko'rdim. Lekin har safar bitta narsaga amin bo'lamanki, to'shda qilayotgan narsamdan 100 emas, 1000 barobar yaxshiroq narsam qilishim mumkinligini. Ya'ni O'zbekistondan boshlaylik. Amerikaga kelganimdan keyin tushundim, nimaga o'zi sen O'zbekistonda shu ishni qilmagansan deb aytdim. Keyin Mizuridan keyin San Fransiskoga ko'chganimdan keyin imенно trading bilan shug'ullanishni boshlagan paytimda nimaga shu narsani sen oldinroq qilmagansan deb aytdim. Xuddi shunaqa qilib bitta joydan ikkinchi joyga sakrab yuraverdimki, yangi muhit, yangi joy, o'zimga yangi stul sotib oldim. Mana bu stul cho'ta menga sal neudobniy ekanda, orqamni ortib-otdi-da, "Davay, men shu stulni olsam yaxshiroq o'qiyman" deb aytdim. Doska sotib oldim. Doskadan keyin har xil telefonlar, kompyuter, MacBook, PC oldim. Har xil turidagi gadjetlar sotib oldim. Hamma narsa meni ishimga qanaqadir foyda olib keladi deb o'ylardim. Xayolimda yana bitta narsa o'tadi, ya'ni juda ham mana aytaylik, urush bo'layotgan davlatlarda yoki qanaqadir qishloqlarda bolalar, misol sveti yo'q insonlar ham borda. Lekin baribir qanaqadir stoli bo'lmay yerda o'tirib o'qishadi-da. Shunaqa insonlarni bilamanki, kambag'alchilikdan katta bo'lib ham o'z ustidan ishlab, juda ham katta natijalarga erishgan insonlarni bilaman. Men shu narsaga qaramadim. Ya'ni har safar yangi muhitga ko'chirdim-da, lekin bu yangi muhit menga faqatgina bir haftalik motivatsiya berar ekan. Lekin bu narsani juda ham kech tushundim. O'zimga shunaqa qaror qildimki, to'shto menga yangi narsa kerak emas. Hozirgi bor narsam bilan foydalanib, yangi natija qilishga harakat qilaman. Endi to'g'ri aytishim mumkin, hamma narsangiz bor, nima narsa yana kerak, lekin ishonavering, qancha ko'p narsa oladigan bo'lsangiz, sizga yana ko'proq narsa kerak bo'ladi. Hozir shu videoni oddiy kameraga olishim ham mumkin edi, lekin FX3 ta olman, maqtanish uchun aytmayman, lekin bu kamera ishonasizlarmi yo'qmi? 1 yil emas, 1,5 yildan beri uyda yotibdi, umuman ishlatilmagan. Boshqa kameralar ham bor. Bu kameralarni olib o'zimga nima deganman? Bo'ldi, shu kamerani olaman, kontentni to'xtamasdan qilaman, YouTube ga video o'zimni personal brendimni rivojlantiraman. Orqali kameralarga, gadjetlarga juda ham ko'p pul tikkaman, lekin oxir oqibat baribir u narsalar bilan foydalanmayman. Shunaqa qilib do'stlar, agarda sizda ham shunaqa narsa bo'lsa, ya'ni yangi muhitga ko'chishim kerak bo'ldi, Amerikaga ketaversam, Malayziyaga ketaversam, ya'ni chetga chiqib ketsam, meni hayotim o'zgarishni boshlaydi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, adashasiz. Unaqa bo'lmaydi. Chetga chiqqan bolalar shu narsani bilishadi. Men uverinman, men ham O'zbekiston yurgan paytim chetga chiqib olsam bo'ldi. Butunlay zo'r bola bo'laman, chotkin, lekin musofirchilik bu oson narsa emas. Ya'ni ota-onani sog'inchi bor, o'zingizni vataningizni sog'inchi bor, uni ovqatini sog'inchi bo'ladi. Bu narsa baribir o'z muhitda, ya'ni men o'zi O'zbekistondan chetga chiqmagan bo'laman. Chetga chiqib shu narsani amin bo'ldimki, to'shto gap u muhitda yoki joyda emas, hamma gap o'zimizda. Shuning uchun o'zingizni rivojlantirishni ertaga qoldirmang. Qanaqadir yangi joyga ko'chib ketishni kutib o'tirmang. Imенно agarda qanaqadir o'zgarishni xohlasangiz, bitta kitob o'qimoqchimisizmi, yangi startap boshlamoqchimisizmi yoki qanaqadir yangi biznes boshlamoqchimisizmi, unaqa holatda yangi joyga ko'chish yoki kimdir bilan gaplashish yoki qanaqadir insonga bog'lanib qolmang. Imенно o'zingizga qarab extreme ownership olib, ya'ni responsibility'ni o'zingizga olasizda, o'zingizga aytasiz, bo'ldi, men shu narsani o'zim qilaman. Men hech narsa, menga yangi narsa kerak emas, mendagi bor narsa bilan foydalanib, ertaga qanaqadir foyda kelgandan keyin уже o'zingizga qanaqadir pul ajratib, imенно shu narsani sotib olishingiz mumkin. Sotib olish narsasi bu reward sistema, ya'ni siz o'zingizni miyangizga как благодарность sifatida narsa berasiz, shunaqa qilib miya ham rivojlanaveradi. Shunaqa qilib do'stlar, bu xatolar kundaligini ikkinchi xatosi edi, 3-xatoda ko'rishguncha.